Bag'doddagi eng chiroyli restoranlardan biri qanday ekan? Bugun buni birgalikda bilib olamiz. Restoranga kirganda birinchi taassurotim juda ham yaxshi bo'ldi. Zamonaviy dizayn, yoqimli muhit va har bir detal puxta o'ylangan ekan. Restoranda 3-qavati shunaqa rooftop stilida bo'lib, kichkinagina Gretsiyani eslatadigan temada qilishgan ekan. Lekin hozir yoz bo'lgani sababli yozda Iroqda kechasi ham 40 gradusdan yuqori bo'lgani uchun harorat tashqarida o'tirib ovqatlanishda umuman ilojisi yo'q. Havo juda ham dim, nafas olish juda ham qiyin ekan. Prosta shunaqa rasmlarga tushib, kechki Bag'dodda tomosha qilib, baribir pastga birinchi etajga tushib, konditsionerning oldida o'tirib ovqatlanishga qaror qildik. Keling endi taomlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Buyurtmalarimiz birin-ketin kela boshladi. Har biri juda ham ishtahochar va mazali bo'lib, ta'mi va sifati juda ham bizni xursand qildi. Servis ham juda ham yaxshi ekan. Bularda servisda ko'pincha bepul ichimliklar, bepul issiq choy yoki mevalar, non kabi shunaqa narsalarni bepul taqdim qilishar ekan. Agar siz ham yo'lingiz tushib Bag'dodga yangi restoranlarni izlayotgan bo'lsangiz, albatta bu joylarni sizlarga tavsiya qilaman. Shunday videolar sizlarga yoqayotgan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Yangi videolarda yana Bag'dodning qiziqarli joylarini birgalikda kashf qilamiz. Paka-paka. Sabrettim ben tam o anda, ummadığımda bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim ben giderken